Assalomu alaykum kanal muxlislari. Bugun sizlar bilan birgalikda judayam mazali, xamiri og'izda eriydigan go'shtli kartoshkali pirog tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib xamir qorib olamiz. Xamir uchun 220 ml suv, 2 osh qoshiqda yog' quyib olamiz. 1 choy qoshiqda tuz solamiz, 1 choy qoshiqda razrıhlitel solamiz. Mabodo iste'mol sodasi solmoqchi bo'lsangiz, yarim choy qoshiq yetadi. Aralashtirib olamiz. Mana endi un solib xamir qoramiz. Xamir qorish uchun 350-400 gram atrofida un kerak bo'ladi. O'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirga yaxshilab ishlov beramiz. Yaxshilab xamirni mushtlab olamiz. Zuvala qilib olamiz, paketga o'rab, tindirgani olib qo'yamiz. Iloji bo'lsa orada yana bitta mushtlab qo'yinglar. Xamir tingandan keyin olamiz, yaxshilab unlab olamiz. Avval xamirni qo'limizda yaxshilab ochib olamiz, ko'proq un berib. Xamirimiz dumaloq bo'lishi kerak, chetlarini ko'proq bosamiz. So'ngra xamirimizni katta qilib, yupqa qilib yoyib olamiz. Xamir yoyishni o'rganmoqchi bo'lgan qizlar mana e'tibor berib qaranglar. Boshida ko'p un sepib olamiz, keyin o'qlov yordamida yoyamiz. Boshida ko'proq un sepib olganim uchun keyin un sepmayman. Mana xamirni o'zi yoyilaveradi. Qo'limiz bilan ochayotganimizda dumaloq qilib ochib olsak bo'ldi. Buyog'iga dumaloq qilib yoyaverasizlar. Tajriba sekin-sekin ortadi. O'shaning uchun hech xamir yoya olmayman deb xafa bo'lmanglar. Sekin-sekin o'rganib ketasizlar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir biz xamirimizni yog'lab olamiz. Buning uchun 160 gram saryoni eritib olamiz. Eritilgan saryoni quyib chiqamiz. Yaxshilab xamirni ustiga surib olamiz. Ko'pincha saryoni foizini so'raysizlar. Men har doim 82,5% saryo ishlataman. Yog'lab olganimizdan keyin xamirni chetini qayiramiz, yana yog' quyamiz, yog' surib olamiz. Ekranda ko'rganinglardek bajaramiz mana. Qayramiz, yog' suramiz, yana qayramiz, yana yog' suramiz. Yog' deganim bu sari yog'. Mana shu tartibda xamirni buklab o'rtasigacha olib kelamiz. Xamirni har buklaganimizda albatta saryoni surishimiz kerak. Mana o'rtasiga kelib oldik. Endi bu tarafidan saryoni hozir surib yig'ishni boshlaymiz xamirni. Mani ish stolim torligi uchun sizlarga katta qilib, keng qilib ko'rsata olmayman. Eritilgan saryoni xamirni ikkinchi yarmiga surib olamiz va xamirni ikkinchi yarmidan yig'ishni boshlaymiz. Mana buklaymiz, yog'lab olamiz, yana buklaymiz, yana yog'lab olamiz. Buni ham xamirni o'rtasigacha yig'ib boramiz. Shunga e'tibor beringlar, ikki tomoni bir xil yig'ilish kerak. Bir tomonidan 4 marta, 5 marta buklagan bo'lsanglar, ikkinchi tomondan ham xuddi shunaqa 4 marta, 5 marta buklashinglar kerak. Men hozirga ko'rsataman, sizlarda ham shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Mana xamirni buklaganinglardan keyin bu tomondagi xamirni buklash uchun kam joy qoldi. Xamirni tortamiz, yog'langan xamir osongina tortiladi. Bu tarafiga joy ochdik. Mana ko'rdinglarmi? Va bir xil buklab oldik. Xamirni yog'lab olamiz va ruletga o'xshab boshidan yig'ib kelamiz. Hozir endi mana bunaqasiga rulet qilib o'rab olganimizdan keyin paketga o'raymiz. 10 minut, 15 minutga morozilnikka joylashtiramiz. Qaranglar, morozilnikka qo'yganinglardan keyin esinglardan chiqib qolmasin. 15 minutdan ko'p turmasin, qotib qoladi. Bizaga hozir saryolari qotib olish kerak. O'shaning uchun 10 minut, 15 minutga morozilnikka joylaymiz. Nachinkasi uchun qiyma kerak bo'ladi. Bitta piyoz to'g'radim, bitta kartoshkani kubik qilib to'g'radim va 250 gram qiyma ishlatamiz. Maydalangan zira sepamiz, maydalangan qora murch sepamiz, tuz sepamiz. Yaxshilab piyozlarni mijg'ib olib aralashtiramiz hammasini. Nachinkasini sizlarga tayyor ko'rsatyapman. Bunga ko'p vaqtingiz ketadi. Morozilnikdagi xamir esinglardan chiqib qolmasin. 15 minutdan keyin olasizlar. Qiymasiga 1 osh qoshiq miqdorida yog' quyib yubordim. Aralashtirib oldik, tayyor bo'ldi. Endi duxovka listiga pergament qog'oz solib tayyorlab olamiz. Duxovkani yoqib qo'yamiz. Xamirni oldik, 15 minutdan keyin oldim, stolning ustida turibdi. Demak, xamirni hozir ikkiga bo'lib olamiz. Bittasi xiyol katta bo'lsin.
man o'sha o'rtasidan 2 ga bo'lganimda ham grammda o'lchadim, ozgina katta ekan bittasi baribir. O'ylayman, sizlar tayyorlasanglar ham sizlarda ham shunaqa chiqadi. O'zi xiyol katta chiqadi. Sal kattaroq bo'lakni olamiz, kesilgan joyini pastga o'ng tomonga qaratib turib yoyamiz. Un sepib yoyib olamiz. Agar sizlar unsiz eplasanglar yoyishga, unsiz yoyinglar. Duxovka listiga to'g'ri keladigan qilib yoyib olamiz. Hozir mana yoyib olganimizdan keyin jo'vaga o'rab turib, duxovka listiga joylashtirib olamiz. Mana duxovka listim kengroq, kattaroq. Men xamirni yoyganimdan keyin o'lchasam, diametri 30 sm chiqdi. Shunda listimga ham to'g'ri keldi. Listimni bilasizlar, 30 ga 42 menda listim. Xamirni joylashtirganimizdan keyin endi nachinkasini solamiz. Xamirni chetidan 1 sm joy qoldirib, nachinkani chiroyli qilib tekislab olamiz. Boya men videoni boshida 250 gram qiyma devoribman, 200 gram qiyma ishlatdim. Adashganim sabab bugun men frikadelkali suiqoqat qilgandim, o'shanga 250 gram qiyma ishlatgandim. Shun bilan adashtirdim. Tayyorlab oldik, chetga qo'yib turamiz. Xamirni ikkinchi bo'lagini olamiz, kesilgan tomonini o'ng tomonga qilib joylashtiramiz. Endi yoyib olamiz. Jo'va yordamida katta qilib ochib olamiz buni ham. Boyagi xamir bilan teng qilib ochamiz. Xamirni yoyib oldik, jo'vaga o'rab olamiz. Nachinkani ustidan joylashtiramiz. Ikkala xamir ham teng yoyildi. Shuning uchun yonini sochga o'xshab o'rib chiqdim. Hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Tepadan ozgina olamiz, pastdan ozgina olamiz, birlashtiramiz. Tepadan ozgina, pastdan ozgina xamir olib birlashtirib, mana shunaqa o'rib ketaveramiz. Pirogni qizib turgan duxovkaga joylashtiramiz. O'shaning uchun boya aytib o'tdim. Duxovkani yoqib qo'yishimiz kerak, oldindan qizdirib qo'yishimiz kerak. Tugilishini ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli, ham akkuratni chiqadi, ham orasidagi suvlari tashqariga oqib chiqib ketmaydi. Mana shu tarzda yonlarini yopib olamiz. Juda ham chiroyli chiqyapti, qaranglar. Yopib olganimizdan keyin vilka sanchib chiqamiz. Xamirni ustiga surish uchun bizga bitta tuxum kerak bo'ladi, ya'ni bitta tuxumni sarig'i. Qo'rqmasdan vilka bilan ko'proq sanchib chiqaveringlar. Bitta tuxumni sarig'ini qo'yib olamiz ustiga va surib olamiz. Yaxshilab yuzlariga, yonlariga surib olamiz. Ustidan kunjut sepamiz, sedana sepamiz va duxovkaga joylashtiramiz. Go'shtli kartoshkali pirogni qizib turgan duxovkada 190 gradusda 40 minutdan 50 minutgacha pishirib olamiz. Vaqt o'tib, rangi chiroyli bo'lgandan keyin olamiz. Mana bunaqa chiroyli bo'lsin. Pirogning ovozini eshitdinglar? Qarsildoq, juda ham mazali pirog. Hozir kesib bo'lakda ko'rsatib beraman. Ranglari ham juda ham chiroyli chiqqan. Faqat kesayotganda o'zingizlar bilib kesasizlar. Kichkinaroq bo'lak kesasizlarmi yoki menga o'xshagan bunaqa katta yaxlit bo'lak kesasizlarmi? Xullas, pirogimiz juda ham mazali chiqqan. Menga ishoning va tayyorlab ko'ring. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling. Pirogni albatta tayyorlab ko'ring.